Mana aka. Aha. 5000 rubldan 10 odamga beraman. Bo'ldi aka, gap yo'q aka. Gap bo'lishi mumkin emas, biroz. Gapda javobmi? Bo'ldi. Javob aka. Bo'ldi aka, gap yo'q aka. Faqat shu aka, Ibodullo qaytma, Ibodullo boss, Ibodullo omad deb yozib turganlarga aka. Shu pul kartani tekshiring, pul ketdi pul. Aka, gap kamaydi, oldin yuting, xonadan oldin tan chiqarmang, siz oldin yuting. Keldi aka, 30 ming, 120 ming bo'ldi aka. Bunga uncha beraman, men oldin chiqadi o'yin. Qarang aka, bo'lmasa aka qarang. Hozir 30 ming tashlagan bo'lsa, 30 ming o'ziga aka qaytdi. Aha, bo'ldi aka. Qaytaylik, kelgan pul hisob, kelgan pul. Aka, 30 ming qaytaraman deb, aka nima ish qilasiz aka? Nima ish qilasiz, biroz? Aka, onlayn ishlar bilan shug'ullanaman, bilasizmi? Onlayn qimor bilan shug'ullanaman. Aka, shartnomam bor aka. Aha. Line bet, Xbet, Fonbet